Nogironligi bor insonlarning ijtimoiy kartalari va nogironligi bor yoshlar uchun imkoniyatlar. Prezident qaroriga ko'ra, 2025-yildan ijtimoiy karta axborot tizimi tashkil qilinadi. Ijtimoiy karta – bu inson ijtimoiy xizmatlar va to'lovlar qilish uchun ishlatiladigan plastik karta. Ijtimoiy kartani Ijtimoiy himoya milliy agentligi beradi. Sen ijtimoiy karta orqali yangi tayinlanadigan ijtimoiy to'lovlar, xizmatlar va imtiyozlarga pul o'tkazishing mumkin. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, protez, ortopedik buyumlar, davolash vositalarini ham ijtimoiy karta orqali sotib olish mumkin. Masalan, hozir sen nogironlik pensiyasi, protez uchun to'lovlar va boshqa to'lovlarni bank plastik kartasi orqali olasan. 2025-yildan boshlab bu to'lovlar ijtimoiy karta orqali beriladi. 2025-yil 1-apreldan boshlab nogironlik haqidagi hujjat, talabalik haqidagi hujjat, o'quvchilik haqidagi hujjat, urush qatnashchisi yoki shu kabi inson hujjatlarining qog'oz ko'rinishi bekor qilinib, o'rniga ijtimoiy karta beriladi. Masalan, senda ikkinchi guruh nogironligi bor. Sen hozirgi tizimda o'z imtiyozlaringdan foydalanish uchun davlat tashkilotiga murojaat qilsang, nogironlik hujjatingni ko'rsatishing kerak. Yangi tizimda esa nogironliking ijtimoiy karta orqali tasdiqlanadi. 2025-yil 1-apreldan boshlab jamoat transporti, temir yo'l, samolyotlar, yo'nalish taksi xizmatlariga imtiyozlar nogironligi bor insonlarning ijtimoiy kartasi orqali beriladi. Masalan, senga metro yoki boshqa transportdan imtiyozli foydalanish uchun ijtimoiy karta beriladi. Keyin sen ijtimoiy kartani kassir, kuzatuvchi yoki haydovchiga ko'rsatib, transportdan bepul foydalanishing mumkin. 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab yoshga doir pensiyalar, nogironligi pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari ijtimoiy karta orqali beriladi. Sen 2025-yil oktyabr oyidan boshlab o'z xohishingga ko'ra nafaqalarni ijtimoiy karta orqali olishing mumkin bo'ladi.